Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Yosh edik. Uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingidek bo'p qoldi ana navrimiz. Az edik. Mushkul safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon ataldi. Qoldirib cho'llarda iz. Ay bu kunlarda o'lim degan nima qoriq tugiga o'xshab qoldi. Tova, uni jodiga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishkanligini nerdan bilay? Uyg'urlarda qushniqdan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Petr inilarga ma'lum. Ammo yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Na'matulloh Qozibek oddiy xalq ichidan chiqqan, ko'ngli tuz, gapi ochiq, sodda odam edi. Ko'pincha fuqarolar tarafda turib, Mehribonu Chingvonga yaxshi maslahatlarni beradi. Shunga Mehribonu Chingvonmu uni qadrlab, o'zining eng yaqin maslahatchisi va ba'zi ishlarda yordamchisi qilib olgan edi. Na'matulloh bo'lsa, o'zining soddaligidan Kim biladi? Kunlarning birida Mehribonu Chingvonning ko'ngli menga tushib qolsa ajab emas. U nima degan bilan eri yo'q ayol kishi emasmi? Shundoq bo'lib qolsa, birimiz Vang, birimiz Pujong og'chi bo'lib olamdan o'tmaymizmi? deb o'ylab yuradi. Uning ustiga Shah Maqsudning fuqarolarga nisbatan qattiq ko'ngilligi, bo'libmi uning mug'ammarlik bilan o'ynab turadigan qo'ng'ir ko'zlari Na'matullohga zodi yoqmaydi. Shunga Mehribonuning boyiqi fikrini qat'iy rad qildi. Biroq Mehribonu Chingvon o'z fikridan yonmay, yuqoridagi mazmunda Manju xonga iltimos yozishni o'rdining Xanzu kotiblariga topshirdi. Shah Maqsud iltimosga tomga bosadigan chaqda bu ahvolni bilib qilib, mas'ul kotibni nurg'un naqbul va kelajakka mansab va'da qilish badiliga setib oldi-da, bu iltimosni o'z foydasiga yozdirib Beyjingga mangdirdi. Beyjingdan iltimosinglarga binoan Shah Maqsud Chingvon, Mehribonu yordamchi Vang bo'lsin degan mazmunda javob keldi. Mehribonu hayrat va g'azab bilan olib to'polon ko'tarib, bu suiqasdning sirni echishga Na'matullohni buyurdi. Na'matulloh qattiq taftish qilib, Shah Maqsudning nayringi ekanligini aniqlab chiqdi. Dal shu chaqda Shah Maqsud o'z kishilari orqali xalq ichiga Mehribonu xonim, Na'matulloh Qozibekka o'ginib qopti. Kechalari bildi bo'ladi ekan degan ig'voni tarqitdi-da, o'zi Mehribonu Chingvonning qishig'iga kirib, "Hay, bu nima degan sat gap? Surishtirib ko'rsam, Na'matulloh degan qori yuzning maqtanchilik qilib, o'zi tarqatgan gaplar ekan" deb chaqirdi. Mehribonu numus va g'azabidan hushidan ketgudek darajaga yetib, "O qari yuzlar nima qilsangiz qiling, meni bu batnomdan qutuldiring" deydi. Dal shundoq buyruqni kutib turgan Shah Maqsud Na'matullohni tayoqqa besib, yo'ti yeligini uzib tashlaydi. Na'matulloh tayoqning zarbisi bilan uzunga bormay o'lib ketadi. Shah Maqsud o'z raqibining urug' avlodlaridan qisos oladi. Bir necha kundan keyin Manju xonning Qumuldagi harbiy ma'muriy amaldorlari Zozongtang boshchiligida zo'r dog'dug'i bilan Vang ordisiga kirib, Shah Maqsudga Chingvonlik tojini kiydirdi. Mehribonu yordamchi Vang nomida bir necha yil umr ko'rib, olamdan o'tdi. Baya Pujong og'ichi bilan Oysa oppoq gaplashib o'tirgan uy
aslida Mehribonu Chingwangning Shamaqsut bilan Pujing og'ichiga tutib bergan hujrasi edi. 30 necha yildan buyon Wang ordisi bir qancha isloh qilinib yangilangan bo'lsa-mu, Pujing og'ichining talabi bo'yicha bu hujraning o'rni o'zgartirilmay kelgan. Hatta o'rnining yotoq qismi 10 necha metr egib setilgan chaqdami, bu hujra yanala burunqi o'rniga to'g'ri keltirib qayta yastilgan edi. Bu qiyritas ko'rgan kunlarini unutib, rahmatli Wang opamning iltifotlarini yodidan chiqarib qo'ydi. Bo'lmasa, tevib buyurdi debla, meni shuncha xo'rlab o'zining soyasini ko'rsatmaydigan bo'lib ketamdi. Ko'ngillarni buzmasalar xinimoqcham. Hazratlarining ko'zlaridan yosh tamsa, mening ko'zimdan xunaqmamdi. Yoshlik degan yolg'on, qiyrilik degan tutun deb Chingwang hojamning yashirib olg'usi kelsimi kelgandi. Ammo to'ga qancha, yig'iri shuncha deb Chingwang hojamning beshida o't ko'yayotgan o'xshaydi. Undaq bo'lmasa, hazratlarini yo'qlamay qo'ymaydi. Shuningdan keyin Oysa opaq o'zining o'g'li Tursha Tug'begidan anglaganlarini qizg'in so'zlab ketdi. Uning aytishicha, birer oydan buyon ichkirisida nihoyatda cho'ng yig'iliq bo'pti. Puhralar xonning amaldorlarini o'ldirib, yomonlarni egallayapti. Endi Bejing xonmo taxtdan tushgudek. Yig'iliq qilganlar bu taraflarga kelgudek. Ularning sheriklari qo'muldimi xeyli bordek. Tömür yog'ochchi degan odam 5 shahar, 12 tog'ni oralab yurib, Chingan hojamning ustidan bo'lmag'ur gaplarni tarqitib, qutratqulik qilib yurgudek. Mirshab pashaplar Tömür ismli birer 100 odamni tutib so'roq qilibdidek. Ammo yiliqi rost Tömür yilg'icha tutib bermabdimish. Sababi uni anglagan bilan toniydigan kishi tepilmabdimish. Uning ustiga Tömürning Sulaymon qalpiqi bor emish. Uni kiyib olsa ko'zga ko'rinmaydi ekan. Shuning uchun qarisilar Pujing og'icham. Chingan hojamning qizlag'imi qaraydigan purjisi yo'q. Yegini o'g'a, kiygini kepan bo'lib, ham g'ussiga cho'mibli ketibdidek. U kundili degudek xonning amaldorlari, Tayji bey hojamlar bilan tong-tonglar etib ketguchi maslahat qilishib, tövandagi o'rdida tunab qolgudek. Hozir xonqa, madrasalarda yurtning tinchligi va xon bilan Chingan hojamning omonligini tilab, nazar chiroq, Qur'on tilovatlar o'tkazilib o'tibdi. Oysa opaqning bu gaplari rost edi. Kunlar o'tgan sari Shamaqsutning uyqusimi qattiq buzilib, hadislar egiz-pas tushlarni ko'rib, tinch uxlay olmaydigan bo'lib qolgan edi. Kimdir biri uning gelini siqib o'ltirmoqchi bo'ladi. Pat-patla To'rpaq yig'ilqi tushiga kirib qoladi-da, To'rpaq mullaraji, To'rpaq Tugamat o'z xo'ja-xo'jam niyozlarining sepil darvozasiga esilgan qonliq boshlari uning oldiga do'milab kelib, "Ha, Maqsuddos, bizni ko'rib o'talsa, biz tirik, ha?" deb qoqoqlab kuladi. Bir kuni Shamaqsut Pujing og'ichining yenida qo'nib qoldi. Ajoyib chiroyli naqshlangan mo'rida o'rik o'tini xushpuroq chechib kuyib turadi. Birdamlik uyquga ketgan Shamaqsutni yana qora bosdi. Sharq tarafdan hayvatlik ovoz bilan uchib kelgan yo'g'on bir ajdaho shing-shingcha tog'larning beshiga qo'nib olib, og'zidan o't chechiyotgudek. Birdamda qora bo'ron ko'tarilib, o'rdining egiz ravuqini o'rib tashlagudek. Ajdaho bir qo'lini so'zib, Shamaqsutni gilidan siqqan peti oldiga tortib berib, "Seni nima qilsam bo'lar?" deb hayva qilgudek. Shu arada yanglarini jaynikigacha turib olgan bir qora soqolli kishi yog'ochchilar ishlatadigan o'tkir paltini ko'tarib ajdahoning oldiga keldi-da, "Buni menga bering. Qumul xalqining ko'ziga ko'rsatib turib, beshini tenidan judo qilay." degudek. Ajdaho qoqoqlab kulib, "Xalqingni qil" debla Shamaqsutni yiliqi kishining oldiga tashlab bergudek.
Heliqi kishi qovuqning oldiga yig'ilgan qilin xalq to'pi ichida uni bir ko'takka besib turib, paltisini egiz ko'targidek. Shu chaqda Shah Maqsud voyjon deb qattiq cho'chib uyg'ondi. Pujung og'chimi uyg'onib ketdi. Va darhol yo'g'on kirsin lampasini yoqdi-da, uning chiroyiga qarab qo'rqib ketdi va yuz ko'zlaridagi tarlarni surtishga boshlab, tevib chaqirtaymi dedi. Shah Maqsud beshini chayqadi. Shu arada o'rda masjidning ma'zini namoz bomdodga azon aytdi. Shah Maqsud namozni uyida o'qib, so'zlar to'muqi bilan qom jo'sini ildam kiydi-da, boya tushida bo'ron o'rayotgan o'rda raviqi tarafga mangdi. Uning keynidan qurolliq muhofizatchilari ergashdi. Shah Maqsud raviqqa chiqib, darhol sharqqa qaradi. O'rlab chiqayotgan kunning nurlari qilin bulutlarni xuddi nayzadek teshib, tog' boshlariga sanjaq alamlarni sanjayotgandek ko'rinadi. Biroq Shah Maqsudga kun emas. Boya tushida ko'rgan ajdahoning o't chechayotgan og'zi. Tog' va bulutlar bo'lsa, uning gavdasi bo'lib ko'rindi-da, u olqini bilan darhol ko'zini etib olib, orqasiga o'rildi. O'rdining g'arb va janub taraflarini yerim chambarsimon o'rab turgan sanoqsiz pakar uylarning turxullaridan chiqayotgan ko'kich salqinlarimi uning ko'ziga xuddi o'zi tarafga xirs qilib kelayotgan bir to'p ajdahodek ko'rinib ketdi. O'rdiga yaqinroq joylashgan masjidlardan uylarga tarqalayotgan to'p jamoat Shah Maqsudning ravaqda turganligini ko'rib, har qaysi o'rinlarda yergacha egilib turib qolgan edi. Shah Maqsud ularga qaradi-da, uning ko'ziga xuddi har bir to'pning ichidami boya tushida ko'rgan hiliqi qora soqolli kishi palto tutib turgandek ko'rinib ketdi. Shah Maqsud: "Ya Alloh, bu ne bir karomat? Men nim bo'lyapman?" deb xiyolga cho'mdi. Shu arada Urumchi yo'li tarafdan kelayotgan zil qo'ng'iroq ovozlari anglanib qoldi. Chang to'zon ichida o'rda tarafga ot choptirib kelayotgan 3 kishi ko'rindi. Shah Maqsudmu ravaqdan tushishga oldiradi. 8-bob. Urumchi Jangjungi qon so'raydi. "Oya shohim, sizga aytar so'zim bor." Shahnomadan. Bugun tong yurish oldida yilqidek qo'rqinchli tush ko'rganning ustiga Urumchi tarafdan buncha atigan choparman kelganligi Shah Maqsudning ko'nglini texmi beorom qilaverdi. U pujung og'chi bilan o'ntinsiz o'ltirib nashti qildi-da, o'zining tovanki xos hujrasiga tushib, kollarning yordami bilan usti-bosh yengushladi. Qizil mo'nchaqliq manjuchi qalpoq. Yon cheklari ochiq o'ri yoqiliq qizg'ush ta'tilla ton. Ajdaho surti kashtilangan seriq durdun kalti chapan. Qizil jiyik tutilgan kalti qo'njiluq qilin tapan qora maxmal o'tik. Shah Maqsudni g'alati tusga kirgizib qo'ydi. U odatda o'zining milliy kiyimlarini kiysa-mu, rasmiy qabul yoki marosim chog'larida Manjuxon ordisining qoidasi bo'yicha oshundoq vangliq sarposini kiyishi shart edi. U manjuchi kiyingan tursha tug'biga boshliq 4 kishini agashtirib, heliqi hujraga tutash uzun dahlizdan tushib, archa va o'rik o'tinlarining xushpuroqlari bilan qoplangan kichikroq bir zalning 4 tarafidagi yon eshigidan ichkari kirdi. Qip-qizil gilamlar silingan zalning 4 tarafdagi temiga o'rlab chiqayotgan kun va havoda uchayotgan yo'g'on ajdaho surti sezilgan. Dal shu suratning oldidagi supining o'ttirsaga oldi putlari 2 shirning beshiga o'rinlashtirilgan bir taxt qo'yilgan. Qizil duxovi ko'rp silingan taxtning yo'lanchigimi ajdaho surti naqshlangan edi. Shah Maqsud taxtda o'ltirib bo'lishiga tursha tug'biga berib, uduldagi naqshli qo'sh qanot eshikni ochdi. Ap-aq soqolliq Noshirvon tayji bilan egiz bo'yliq, ko'z soqol Ahmadsho Tungchi asta kirdi-da, salom bilan ta'zim bajo keltirib, qo'l bog'lab turishdi. Ular Shah Maqsudning qo'l ishorati bilan yon tarafdagi yog'och kursiga o'tirib, qo'llarini duoga ko'tardi.
Şah Maqsud va Tursha Tug'biga boshliq muhofizachilarmu tangli qo'l ko'tardi. Duodan keyin Noshirvon tayji bilan Ahmad Shah Tungchi o'rinlaridan turib, Shah Maqsuddan esanlik so'radi. Chingon xo'jam hazratlari, esan qo'ndilarmikin? Xudoga shukr, yurt omon, ishlar ravonmi? Xo'sh, hazratlarining ulug' duolari barkatida hamma ishlar joyida. Muborak xotira sheriflarga ma'lum bo'lg'aykim, bugun atigan Urumchi Jangjong Yamildan muhim maktub keldi. İcazet bo'lsa, hazratlarga ma'lum qilsak. Qani, o'qilsin. Noshirvon tayji Tursha Tug'biga qaradi. Tug'bining ishorati bilan muhofizachilar chiqib ketdi. Ahmad Shah Tungchi lipopning og'zini kichik qaychi bilan echib, yung qalamda yezilib, 4 burjakli qizil tomga besilgan xanzuchi xatni asta o'qishga boshladi. Bu xat Manju xalqining Xinjiangdagi bosh harbiy ma'muriy amaldori Yuandaodan kelgan edi. Bu xatning mazmunidan ma'lum bo'ldiki, Sunjungshanning Xinjiangdagi tarafdorlari Gilauxuychilar bilan birlashib, yaqinda, ya'ni 1911-yili 28-dekabr Urumchida xonlikqa qarshi qurolli qo'zg'olon ko'targan. Bu qo'zg'olon besiq turilgan bo'lsa-mu, bir qism kishilaring Ili va Qumul tarafga qochib ketgan. Ichkirisida bo'lsa, bu yil, ya'ni 1912-yili 1-yanvar kuni 17 o'lkaning vakillari Nanjang degan shaharga to'planib, Junhua Mingo davlatining qurilganligini chakarlagan. Sunjungshanni vaqtliq dazongtung qilib saylagan. Shuningdan ilhomlanib, Sunjungshanning Ilidagi tarafdorlari 7-yanvar kuni Ilining Kura shahrida kang ko'lamli qo'zg'olon ko'tarib, xon lashkarlarini Kuradan qo'g'lab chiqargan va 3 kundan keyin vaqtliq inqilobiy hukumatning qurilganligini chakarlagan. Ilidagi har millat xalqi bilan yuqori qatlam kishilari, masalan, Xuyzu o'limalaridan Malin Xiao, Uyg'urlardan Hekimbek Tayji Husanbaylar, yana bir muncha Mo'g'ul va qozoq cho'nglarimi Ili qo'zg'oloniga moddiy va ma'naviy yordamlarni bergan. Bu qo'zg'olonchilar Ili bilan cheklanib qolmay sharqqa, ya'ni Urumchiga yurish qilish oldida turmoqda. Demak, ahvol nihoyatda xatarlik. Agar bu xatarning oldi elinmasa, Sunjungshan tarafdorlari Xinjiangning hamma yerida qo'zg'olon ko'tarib, xonlik hokimiyatini og'dirib tashlaydi. U holda uzun yillik tarixga ega Qumul Vangliqimi savol topadi. Shu vajidan Shah Maqsud Chingvang janoblari ulug' Chin xaqonga bo'lgan an'anaviy sadoqat va bakamal itoat izhori hamda Qumul Vangliqining uzoq yillar saltanat davrini surishga kafolat qilish uchun darhol chora tadbirlarga kirishib, birinchidan yomon odamlarning Qumul ziminida to'polon qilishiga zinhor yo'l qo'ymag'aylar. Ikkinchidan Ilidagi to'polonchi o'g'irlarga jazo yurishi boshlashimizga batahqiq hamdam bo'lg'aylar. Qumuldan bir necha yuz ortiq mergan jobto'p ibartgaylar. Toki ular xonlik lashkarlari bilan birlikda shijoat ko'rsatib, shon shuhrat va martabalarini texmi yuqori qilg'ay. Deyilgan edi xatning oxirida. Xat o'qilib bo'lguncha Shah Maqsudning chiroyi nechxil bo'lib ketdi. Goh tomdek tatirib ko'zlarini yumib oladi. Goh oqirishga boshlagan seriq soqolini silab, zalning naqshlangan tomlariga qaraydi. Hekimbek bilan Husanbayning eti chiqqanda, u ko'zlarini chekchaytib, Noshirvon tayjiga tikilib qarab oldi. To'polon degan so'z chiqqanda, tushida ko'rgan hiliqi qari soqolli kishi o'tkir paltisini ko'tarib, o'rdiga kirib kelayotganda ko'rinib ketadi-da, yuragi jiq qilib, badaniga titrak olishadi. Haqiqatan bu kunlarda Xinjiangning vaziyati nihoyatda jiddiylashgan edi. Jungu inqilobining ulug' peshvolaridan Sunjungshan apandining yetakchiligida 1905-yili qurilgan Purja inqilobchilarining siyosiy partiyasi, Jungu inqilobchilari ittifoqining a'zolari 1911-yildagi Shinxay inqilobidan burildi. Xinjiangda Manju xalqi istibdodiga qarshi ba'zi harakatlarni boshlayotgan edi.
Shu inqilobiy harakatlarning dastlabki mevasi bo'lgan Ili vaqtliq hukumati qurilishi bilan Nanjingdagi vaqtliq hukumatga telegramma yo'llab, Ili rayonida Manju xalqi hokimiyatiga rasmiy xotima berilganligini chakarladi. Yuandaoxuani Manju xalqidan voz kechib, Junhua Mingoni e'tirof qilishga qistadi. Char podshohining Ilidagi konsulxonasiga not topshirib, Xinjiangning ichki ishlariga aralashmasligini talab qildi. Biroq Yuandaoxua Beijingda jon talashayotgan Manju xalqiga sadoqat bildirib, Ili vaqtliq hukumatiga qarshi maydonga chiqdi. Beijingdagi Manju xalqi Yuandaoxuaga Ili vaqtliq hukumatini ujuqtirish to'g'risida buyruq berish bilan birga Char podshohidan Ili vaqtliq hukumatini e'tirof qilmaslikni talab qildi. Shunday qilib, Xinjiangda ikki hokimiyat, ya'ni Ili vaqtliq hukumati bilan Urumchidagi Manju xalqi hukumati shakllanib, ikki taraf o'rtasida urush boshlanish oldida turadi. Yuandaoxua janubiy va sharqiy Xinjiangdan askar yo'tkashga jiddiy kirishdi. Jumladan, Qumulda turishliq harbiy boshliq Judi Chinga o'z lashkarlari bilan darhol Urumchiga yetib kelish to'g'risida buyruq berdi. Bu buyruq Shah Maqsudga yozilgan xatdan bir kun burun Judaringa tekkan edi. Ahmad Shah Tungchi xatni o'qib bo'lib Shah Maqsudga qaradi. Shah Maqsud taxtga yo'lab qo'ygan o'likdek rangi o'chgan holda jim o'ltirdi. Zalda yo'g'on cho'yinmashning gurkirishidan boshqa hech qanday ovoz anglanmaydi. Shu arada ma'lumchi bek kirib, Judarinning ko'rishgili kelganligini ma'lum qildi. Judarin ahvolning nihoyatda jiddiy ekanligini, o'zining atiganda yo'lga chiqadiganligini aytib, Qumuldan avatiladigan marganlarning tezroq yo'lga chiqishini talab qildi. Oxirida Ahmadshah Tongchiga qarab jiddiy qiyofatda mundaq dedi. Qingwang aliylarga ushbu so'zlarimni ta'kidlab aytingki, urush chiqimsiz bo'lmaydi. Zambirakning har bir tal o'qi o'zi bilan tan ko'mishga to'xtaydi. Qingwang aliylari Urumchiga marganlardan tashqari urush xarajati uchun pul avatishni hargiz esidan chiqarib qo'ymag'ay. Judarin yo'lliqda berilgan 20 sar oltinni elib o'zgandan keyin Shah Maqsud Noshirvan Tayjiga qaradi. Ishni nimadan boshlasak bo'lar? Al ichidan bir necha yuz margan yig'ish o'ng'ay ish emas. Hazratlarning ra'yilariga munosib kelsa, orda arkoni va yurt cho'nglari bilan maslahatlashib ko'rsakmikin. Amsa peshindan yinib hammasi yig'ilg'ay. Xo'sh. Peshindan keyin zalda yig'ilish boshlandi. Shah Maqsud boyiqi taxt ustida so'zar juvug'i yo'ginib salla bilan o'ltiradi. O'ng qanotdagi yog'och kursada Noshirvan Tayji, Oshir Tayji, Qozibek Xo'ja boshliq o'rda beylari. Sol qanotda No'ruz A'lam, Uvays Mufti, To'xti Do'rg'i boshliq yurt cho'nglari bo'lib 10 necha kishi o'ltiradi. Manjuja libos kiyib, beliga shamshar osgan To'g'begi Shah Maqsudning yenida o'ri turadi. Qolgan o'rda beylarining hammasi milliy kiyim bilan edi. Noshirvan Tayji boyiqi xatda izhor qilingan ahvollarni tafsiliy tushuntirib o'tib, hordiq yetgan kishidek jim o'ltirib qoldi. Shah Maqsud: "Urush xarajati xususida gap qilinmadi-ku. Xo'sh, apo qilsizlar. Men qullari bu gapni unutib qoptiman", dedi Noshirvan Tayji o'rnidan turib. Ondan Judarinning urush xarajati to'g'risida talab qo'yganligini aytib o'tdi. Shuningdan keyin Shah Maqsud qapoqlarini turib, hammaga bir qo'ri ko'z yugurtib chiqqach, qani, bu gaplarga nima deysizlar?" Qilin yeshil movutdan to'n kiygan Uvays Mufti yo'g'on sallisini tuztib qo'yib, chirqiroq ovoz bilan mundaq dedi: Qur'on Karimda har nechuk dushmanni salchoqlamaslik, basharda lozim tepilganda g'azab boshlash xususida oyatlar ko'p. Podshohning amri vojib. Alhol, Jangjo janoblari bizdan lashkar va xarajat so'rgan ekan. Biz hech narsamizni ayimay, eli kofirlarga qarshi g'azab boshlab, Chingan Xo'jam hazratlarining shoni shavkatlarini osmon palak ko'tarishimiz darkor. Urumchi Jangjo tarafida turib,
Eli Жаңжоңға qarşı tığı götürüşni g'azat tegili bo'lmas taqsir. Shah Maqsud Noshirvan tayjiga olib qo'yib ta'tir qarab oldi. Bayatdan beri Shah Maqsudning ishchiligini bilib olish uchun uni diqqat bilan ko'zitib o'tirgan Hoshir tayji masalani darhol tushunib, xushalligidan terisiga patmay qoldi. U qozibeklikdan kichik tayjibeklik mansibiga chiqqandan buyon qanday qilib Noshirvan tayjini yiqitib, uning o'rniga cho'ng tayji bo'lish ko'yida yuratdi. Uning yinida o'ltirgan Poltay ko'z odam, ya'ni yiliqi Nerin kirg'iz sanoqchi beglar boshlig'i bo'lib chiqqan qozibek xo'ja bo'lsa, Hoshir tayji bilan hamnafas edi. Shunga ular fursat topsalar, Noshirvan tayjini Shah Maqsudga chiqib, uningga o'g'ri qo'llaydi. Mubada Hoshir tayji cho'ng tayji bo'lib qolsa, Qozibek xo'janing kichik tayjilik mansibiga menishi aniq gap edi. Mana endi Noshirvan tayji Shah Maqsudning rayiga boqmay, uning tishiga tegib qo'ydi. Bo'y bastining yo'qonligi va rangi ro'yining qorligi bilan kuyib ketgan to'g'raqqa o'xshaydigan Hoshir tayji bu fursatni g'animat bilib o'rnidan dast qopdi-da, Shah Maqsudga ta'zim bajo keltirgach, mundoq dedi. Mufti xonimning aytganlari haq gap. Biz uchun Chingon hocam oliylarining shoni shavkati hammadan afzal. Biz darhol yurt ichida necha yuz margan va oltin kumush to'plab, Urumchi Жаңжоңning huzuriga mangdirishimiz lozim. Hoshir tayji, yurtning ahvoli o'zlariga ma'lum. O'tgan yili qurg'oqchilik bilan hosil kemiyib ketdi. 12 tog'ning hammasida degidak chorva mollar jutqa uchurdi. Qora kezik bilan yurt ichida o'lim yetim ko'p bo'lib yetibdi. Moshundaq ahvolda kichikkina qumuldan bir necha yuz margan va nurg'un oltin kumushni qandoq yiqilib bo'lsin? Tömürçilik yel bilan, padişahlık el bilan deptiken. Chingon hocamning shoni shavkati, yurtning tinch amallıqı va obodonligi bilan bo'lmaysa, el yurtqa ig'irchilik selish bilan bo'lg'idakmi? O'tgan ulug'lar ra'iyatdan olmi riyoat qo'lin, riyoatga topshir ra'iyat yo'lin deptiken. Amir Navoiy hazratlari Hüseyin Bayqarag'a qilgan nasihatlarining birida shohtilar bo'lsa shohlik qilmoq, ra'iyat kerakmas ayrilmoq degan ekan. Qozibek xo'ja o'rnidan chachirib qopdi-da, qo'llarini pulanglatib mundoq dedi. Endi o'zlar Chingon hocamga nasihat qilgudek bo'ldilarmi? Chingon hocam hazratlari inshaalloh hech kimning nasihatiga muhtoj emas. Sabr qilsalar begim. O'zlar ra'iyat pa'iyat deb nima qilmoqchi, ha? Ulug' Bijinxon Chingon hocamga qumulning yerini jasoq, xalqini qul qilib bergan. Chingon hocam nima qilishni xohlasa, shuni qiladi. To'la ra'iyat pa'iyat davermizlar. O'zlar yana bir torpaq yig'iliqi bo'lsin demoqchimi? Жаңжоң yamilining margan so'rig'ini, qon so'rig'ini, xirojat so'rig'ini, jon so'rig'ini. Chingon hocam yurtning otisi. Puhralar qul bo'lsimi, gul bo'lsimi, Chingon hocamning bolasi. Qaysi ota o'z bolalariga mehribon emas? Shayx Sa'di hazratlari podshohni daraxtga, xalqni yiltizga o'xshatib, xalqqa zarar yetkazma, bo'lmasa yiltizing qurib ketadi degan hikmatli gapni qoldirib ketgan. Bizning Chingon hocamning chinar darxidek uzun yillar ko'klab, ko'pchilikka soya, g'arib miskinlarga himoya bo'lishini xohlasak, puhralarga behuda zarar yetkazmasligimiz lozim. Butkul Xinjiangni so'rayotgan Жаңжоң janoblari, olqanchilik keladigan qumul diyoridan margan va pul olmay turibmi, o'z murodini hosil qila oladi-ku. Noshirvan tayji so'zlayotganda, No'riz a'lam biror falokatning yuz berishini oldin sezgandek qora targa cho'mib ketdi. U Noshirvan tayjining oldiga berib, "Taqsir, o'zlarini aytsalar. Bularda haqiqatni anglaydigan quloqmi yo'q? El yurtning dardiga yetadigan yurakmi yo'q? Bularga nasihat qilmoq, qora toshning ustiga suv sepmaklik bo'ladi." demoqchi edi. Lekin o'zini orom besib jim o'ltirib oldi. Shah Maqsud Noshirvan tayjining haq gap qilayotganligini tushunib tursa-mu, anglag'usi kelmay qapoqlarini solgan holda bu qayri tayjidan qandoq qutulishning tadbiri ustida xiyol suratdi. Biroq Noshirvan tayjining eng
ko'na va ko'p xizmat ko'rsatgan mo'ysipit tayji ekanligini. Bo'libmi, xalq ichida yuqori obro'yi borligini aslab, uni darhol jazolashga petinolmaydi. Axir o'zicha bir yo'l topdi-da, mundaq deydi. Noshirvon tayji. Siz ko'p xizmat qilib, erib ketdingiz. Ömrümning oxirida bo'lsa-mu, haj tavob qilib olsam deb bir necha qitim arz etgan edingiz. Sizga ruxsat, hajga berishga jobdining. Sizning vazifangizni Hoshir tayji o'tab turg'ay. Andin Shah Maqsud munulani jakarladi. Urush xarajati uchun har oiladan holi ahvoliga qarab 10 sardan 40 sargacha ko'mish pul to'plansin. 2-3 o'g'illik puhralardan bir o'g'il askarlikka ilinsin. Yolg'iz o'g'illik yoki o'g'li yo'q tutunlarning har biri 100 sar ko'mish, 50 sar qog'oz pul chiqarib, boshqa bir kishini askarlikka yollab bersin. Askarlikka ilinganlarning hammasi egar jobdoqlik iti va kiyim-kechki bilan kelsin. Pul to'plash va askar ilish ishini Hoshir tayji bilan Qozbek xo'ja bijirsin. Xonimlar masjidlarda jamoatga amr ma'ruf qilsin. Shuning bilan gap tugadi. To'xta do'rg'a o'rnidan chiqib o'tib, yenida ketayotgan Nuruz A'lamga pichirladi. Noshirvon tayji bekka bak uvol bo'ldi. Put yugurki oshqa, ig'iz yugurki boshqa degan shu. Avliyodan putini tat, podshohdan tilingni degan maqolni anglamagan bo'lg'aymidi. Hey do'rg'am, Noshirvon tayji podshoh kunduzni kecha desa, yulduz chiqibdi deydigan, sanqarini shunqar desa, to'shqon o'labdi deydigan kishilardan emas. Endi haqiqatni qilaman deb balog'i qoldi. Hey. 9-bob. Qo'zg'alang harfsida. Agar qilmida al himoyat sana, o'zingdan kerakdir shikoyat sana. Alisher Navoiy. Sarg'ush to'lin ay, tumanliq osmonning bir chetida xuddi misligandek esiqliq turadi. Aygri to'qay, tar ko'chalar bilan ajrilib turgan mahallalardagi pakar uylarning ba'zilarida chiroq yo'riqi ko'rinadi. Anda-sanda ishtamu qavob qo'yadi. Gayit pashab nefis qar bilan qoplangan tar ko'chada oldirash ketib o'tib, yo'lning o'ttirsida yotgan bir nimaga ko'zi tushdi. U belidagi qilichining dastisini tutgan holda yaqin kelib qardida uning odam ekanligini bayqab, "Kimsan?" deb varqaradi. Javob chiqmag'ach, u odamning ustiga engashdi. Burniga jun oriqining sesi qapuradi. "Hey, kimsan deyman?" dedi pasha puti bilan turtib. Biroq shu hamon uni tunib qoldi. Bosh ko'zi yeriq, po'tsi chuvq yotgan bu odam yilqi Yoqub Yasovul edi. Bugun atigandan buyon Qozibek xo'janing buyrug'i bilan Goyit pashab Yasovullahga ish buyurib yuradi. Yoqub Yasovulni bo'lsa, hech yerdan topolmay nihoyatda xafa edi. Shunga, "Ey xotin taloq, seni qo'tira ishdak yunda yalab yuramdikin desam, o'lgidek ichib, yana bir bilan mushishib yuribsan-da. Qo'pa o'rningdan!" dedi pashab uni ochiq bilan tepib. Yoqub Yasovuldan hech qanday sado chiqmadi. "O'ldimi nima bu?" Vaqa mundaq edi. Yarim soat ilgari mushuk ko'chaning do'qmishida sumbatliq ikki yigit kimnidir kutib turgandek pat-pat yo'lga qarshib qo'yadi. Shu arada Yoqub Yasovul qandoqdir bir naqshini dimig'ida aytib, daldanlagan peti ularning oldiga kelib qoldi. Yilqi yigitlar o'qdak etilib kelib, "Hoy to'yt" deguncha bosgandek mushtlari bilan uni shu holatga keltirib qo'ydi-da, nurisiga esib olgan qilichi bilan yo'tsidagi pichqani ilib, ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Pashab ovoqsadi bo'lib atrofga qaradi. 10 qadamcha berida ishga ko'chaga qargan bir uyning chirig'i yeniq turadi. Pashab uy egillarini chaqirib chiqib, Yasovulni uyga akirishga buyurdi va o'zi uni silkishtirib ho'shiga keltirgach, nemish bo'lganligini so'radi. Yasovul ikki kishining tuyuqsiz kelib urib tashlaganligidan boshqa hech nima deb berolmadi. "Hech qaysini tanimamsan?" "Yo'q, tanimayman. Bir narsani oldimi?" Shu chaqda Yasovul belini silab,
qilichimni ilib ketibdi, dedi. Pichoqning yo'qolganligini bilgan bo'lsa-mu, buni aytmadi. Chunki bu aslida qozoq yigiti Jumataydan Oyqizga qolgan pichoq bo'lib, uni yilqi kuni Niyoz To'rg'aning hovlisidagi qonliq vaqada oli to'polondan foydalanib, omon qo'lning potisidan yeshib olgan. Boshqalardan qizg'inib, hech kimga aytmagan edi. Yalg'iz qilishni oldigan qandoq bo'lonchilar ekan u? Obdanra qara, yana nimang yo'q. Yasavul potisini yeshib qarash turdi. Xotinidan yoshirib, aroq uchun saqlab yurgan ikki sar qog'oz pulmi qo'yin yanchuqida omon turadi. Qilishdan boshqa hech nimamga tegmabdi. Kiyim-kechak bilan pulga tegmay, faqat qilishni oldigan qandoq bo'lonchi u? Ularga qilishning nima kerki? Tova. Hey, buni uyga olib qo'yinglar. Gayet Pashab G'ashir Tayjining ko'tirma qilib selingan hayvatlik o'rdisi oldida to'xtadi. Yalang'ashlanib qolgan egiz chinor daraxining tubida jovisining ustidan dushal qilib miltiq esib olgan bir kishi otni tutib to'g'diyib turadi. Pashab hosirab turgan otlarga bir qarabla yiroqdan kelganligini payqadi. Shu arada darvozadagi qarovullar "Kimsan?" deb varqiradi. Pashab o'zini ma'lum qilib ichkari kirdi. G'ashir Tayji bilan Qozibek xo'ja cho'ng kirsin lampa bilan yo'rtilgan ozodi mehmonxonaning to'rida o'tirib, bir kishidan gap so'rayotdi. So'l qo'lini oq mati bilan bo'yniga esib olgan bir do'g'liq odam tagahda o'tirib savollarga javob beryotdi. Gayet Pashab eshikdan kirishi bilan u odamni tanidi. Bu Ürümçi Jangjung'ning ili qo'zg'olonchilarga qarshi urushga yordam uchun Shamaqsut tarafidan avatilgan 1-turkumdagi 200 otliq marganga bosh bo'lib borgan Ro'zimatbay degan kishi edi. Pashab uning texi 1-2 soat burun qumulga kelganligini anglag'achqa, uni o'z uyida deb o'ylagan edi. Endi bo'lsa, uyiga bormay, to'p-to'g'ri Tayjining o'rdisiga kelganligini ko'rib, ahvolning jiddiy ekanligini tushundida, qo'l bog'lagan peti bir chetda tinsiz turaverdi. G'ashir Tayjilar bilan Ro'zimatbegning orasida bo'layotgan savol-javoblardan ma'lum bo'ldiki, eli qo'zg'olonchilari Ürümçi Jangjung'ning xonliq lashkarlarini surib, Jing nahiyasining kun chiqish tarafidagi Qumbuloq degan yerga akilib qo'yibdi. Hozir shu yerda qattiq urush bo'layotgandek. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Shuncha oni etkin yetmagandek, endi bizni yoq yurtlarga opirib, turkum-turkumlab o'qi tutib bergidekmi? Samirsa, ikisini ishlaydi. Qo'l samirsa, o'jisig'i yanidi deb, bu tejimanlar bakma haddidan ish ketyapti. Ularning ota-ona, qon qarindoshlari, bir ko'zi qon, bir ko'zi yosh, nima kunlarni ko'ryapti? Buni bilamsizlar? Bugungi programmamizning dasturlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zihoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdursul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'ofur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar.